Azizlar, ilm shaharchasida, kashfiyot shaharchasida turgan ekanmiz. Bitta kashfiyot esimga tushib qoldi. Yapon olimlardan biri islomni qabul qildi. Nima sababdan? Birgina payg'ambar alayhissalom o'rgatgan misvok masalasida. Yaponiyada islomni targ'ib qiluvchi olimlardan birini tishi og'rib qoladi. Tish doktorining oldiga borganida unga bir necha savollarni beradi. Tishini qanday yuvishini, nimalar bilan yuvishini so'raydi. Shunda u qo'ldagi birgina misvokni ko'rsatadi. Bu nima deydi? Ha, shu tishimni tozalayman. Qaysi shifokor senga buni tavsiya qilgan? Shunda Ali voiz aytadiki, bu shifokorni sen tanimaysan deydi. Shu bilan yapon olimi qiziqib qoladida, agar ruxsat bersang, shu cho'pagingdan bir bo'lagini olsam-da, men o'rgansam deb turib, bir bo'g'inni sindirib oladi va buni javobini senga tez kunda aytaman deydi. Haligi tish doktor chaqiradida aytadiki, buni men o'rganar ekanman. Biz erta kechqurun yuvadigan tish pastamizni moddasi biroz bunda kam ekan. Biz 2 mahal yuvsak, bu tishimiz 40 yilgacha yaxshi turadi. Lekin sen ishlatayotgan narsani agar bir kunda 5 mahal ishlatsang, bu tishing 100 yilgacha mustahkam turishi mumkin. Inson u qadar yashamasa-da, lekin tish va milklar mustahkam turishi mumkin deganda Ali voiz yig'lab yoradi. Shunda nima uchun yig'layapsan deganda aytadiki, men aytayotgan shifokor payg'ambar alayhissalom. U kishi ruh va dard shifokori. U zot aytganlar, agar ummatimga mashaqqat bo'lmaganda har bir namozdan oldin yoki tahoratdan oldin buyurgan bo'lardim deganlar. Bir kunda 5 vaqt namoz bor. Agar bir kunda 5 vaqt misvokni ishlatsak, bu tishlarimiz, milklarimiz mustahkam bo'lishini men bildim. Aslida bu kashfiyot qilinmasa-da men bu ishni qilardim, lekin sen buni bugun topding deb payg'ambar alayhissalom to'g'risida xabar beradi. Haligi olim Rasulullohni o'rganadi va natijada islomni qabul qiladi. Demoqchi bo'lganim, payg'ambar alayhissalomning har bir sunnatlarini tagida to'la hikmat. Bu dunyoda dardga shifo, oxiratda esa Allohning oldida bir baxtli bo'lish oni bor. Shu uchun o'rganing, izlaning, zero ilm najotdir.